Assalomu alaykum qadrlilarim, yaxshimisizlar? Sizlarga hozir men ajoyib bitta maska bilan sizlarga bo'lishmoqchiman. Buni tarkibi nima qizlar, qaranglar. Toza siqilgan banan gullarini sokidan hamda mana shu akay ekstrakti bilan tayyorlangan 98% tabiiy. Shunaqa zo'r smuzi qizlar ochsalar yegilar keladi. Buni vazifasi nima? Xo'sh, sizlarga aytib o'tmoqchiman. Buni vazifalari birinchi o'rinda terini chuqur namlantirib beradi. Hozirgi sovuq havoga bu juda ham kerak. Undan tashqari mayda ajinlarni tekislab beradi. Yana vazifalardan, zo'r vazifalardan bittasi yuzingizni tonini tiniqlashtirib, namlantirib hamda terini yumshoq qilib beradi. Shunaqa zo'r narsa. O'zi kichkinagina 10 gram, lekin shunaqa katta ishlarni qiladi. Menga juda ham yoqdi. Qizlar, tavsiya qilaman, hammalaringiz olib ishlatib ko'rishlaringizni. Effektiga vahshiy gap yo'q. Bor yo'g'i tozalangan yuzga bu maskani 10 minut bir tekisda surtib qoldirasizlar va 10 minutdan keyin yuvib tashlaysizlar. Rezultat вообще super.